Assalomu alaykum azizlar. Esi qatig'ini oldik. Bugun 26-aprel 2026-yil. 900 gram ekan. Mana bitta 9 gram deb yozilgan. Esi qatig'i. Ko'rinishda ham kam ko'rinyapti. Biz buni bir o'lchab qo'yamiz. Qani qancha chiqar ekan? 9 gramli qatiq 835 gram chiqdi. Sababini nimaligini bilmayapmiz. Nima uchun kam chiqyapti? Ilgari yaxshi bo'lardi, bu qatiq sifatli bo'lardi. Mana hozir ham bir yeb ko'rishimiz mumkin. O'sha ikkinchi marta olganimda o'sha mazasi ham ilgarida emas, nordon. Shunga kim qanday izoh beradi? Nima uchun kam chiqyapti?